Toshkent shahrida atmosfera havosining ifloslanishini oldini olish bo'yicha maxsus komissiya tuzildi. Davlat rahbarining atmosfera havosiga tashlanayotgan ifloslanuvchi moddalarni oldini olish bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan farmoniga yuzasidan Toshkent shahrida 2025-yil 4-dekabr sanasida butun sanoat korxonalari ekologik monitoring ishlari olib borilmoqda. Jumladan bugun Toshkent shahrining Yashnobod tumanidagi Texnopark ishlab chiqarish zonasida joylashgan chugunni qayta ishlash sexida o'rganish o'tkazildi va zavodning atmosfera havosiga chiqarayotgan ifloslantiruvchi moddalarni aniqlash maqsadida laboratoriya xodimlari jalb etildi va filtrdan namunalar olindi. Ushbu namunalarga asosan chang gaz tozalash uskunasining samaradorligi aniqlandi. Biroq ushbu samaradorlik belgilangan normadan past chiqqanligi ma'lum bo'ldi va tashkilot rahbariga nisbatan tegishli tartibda choralar ko'rildi. Shuningdek, ishlab chiqarish obyektiga ekologik normalar bo'yicha ham tegishli ko'rsatmalar berib, majburiy talablar belgilab berildi.